Bir millioner Nyu-York shahridagi bankka kirib dedi: "Menga $5000 qarz kerak. 2 haftaga Yevropaga ketmoqchiman" dedi. Bank xodimi qarz berish uchun biror bir garov kerakligini aytdi. Shunda millioner Ferrari kalitlarini topshirib, "Mashinam bank oldidagi ko'chada turibdi" dedi. Bank bu mashinani garov sifatida qabul qilishga rozi bo'ldi. Xodim millionerga bir nechta hujjatlarni uzatib, "Mana bu yerga va bu yerga imzo cheking" dedi. Hamma ishlar tugagach millioner $5000 oldi va bankdan chiqib ketdi. Bankning rahbari va xodimlari $500,000 turadigan mashinani $5000 qarz uchun garovga qo'ygan odamni ustidan rosa kurishdi. Keyin bank xodimlaridan biri mashinani bankning yerosti garajiga olib borib qo'ydi. 2 hafta o'tib millioner qaytib keldi. $5000 qarzini va foiz sifatida $16 ni to'ladi. Bank xodimi: "Biz siz bilan ishlaganimizdan juda mamnunmiz. Bu tranzaksiya yaxshi yakunlandi, lekin bir narsaga hayronmiz. Nega bunaqa qimmat mashinangiz bor bo'la turib $5000 qarz oldingiz?" deb so'radi. Millioner javob berdi: "Nyu-York shahrida mashinani 2 haftaga faqat $16 ga boshqa qayerga qo'ya olaman. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada uning uchun bitta qarsak emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga ham obuna bo'ling." Bir millioner Nyu-York shahridagi bankka kirib dedi: "Menga $5000 qarz kerak. 2 haftaga Yevropaga ketmoqchiman" dedi. Bank xodimi qarz berish uchun biror bir garov kerakligini aytdi. Shunda millioner Ferrari kalitlarini topshirib, "Mashinam bank oldidagi ko'chada turibdi" dedi. Bank bu mashinani garov sifatida qabul qilishga rozi bo'ldi. Xodim millionerga bir nechta hujjatlarni uzatib, "Mana bu yerga va bu yerga imzo cheking" dedi. Hamma ishlar tugagach millioner $5000 ni oldi va bankdan chiqib ketdi. Bankning rahbari va xodimlari $500,000 turadigan mashinani $5000 qarz uchun garovga qo'ygan odamni ustidan rosa kurishdi. Keyin bank xodimlaridan biri mashinani bankning yerosti garajiga olib borib qo'ydi. 2 hafta o'tib millioner qaytib keldi. $5000 qarzini va foiz sifatida $16 ni to'ladi. Bank xodimi: "Biz siz bilan ishlaganimizdan juda mamnunmiz. Bu tranzaksiya yaxshi yakunlandi, lekin bir narsaga hayronmiz. Nega bunaqa qimmat mashinangiz bor bo'la turib $5000 qarz oldingiz?" deb so'radi. Millioner javob berdi: "Nyu-York shahrida mashinani 2 haftaga faqat $16 ga boshqa qayerga qo'ya olaman. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada uning uchun bitta qarsak emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga ham obuna bo'ling."